qimmat vannalar narxini sindirib bersam, nodot. Bo'lmasa qani ketdik. Ko'rishingiz mumkin. Shu vanna $900, siz buni $270 arzonga xarid qilasiz. $1050, siz buni $315 arzonga xarid qilasiz. Mana bu jacuzzi vannani qarang, 3 kishilik qilib qo'yilgan, qo'ttaligini qarang. $5,500. 30% skidkasini hisoblang, necha pul bo'ladi? O'zingiz uchun bilib olsangiz bo'ladi. Mana bu vannani qarang, 25% ekan, siz 30%, $270 arzoniga olib ketasiz. Manzilni oxirida aytaman. Bunisi $740, ya'ni 30% arzoniga olib ketsangiz bo'ladi. Xohlasangiz, mana bu vanna bor, bu ham $770. Ranglarni ko'rishingiz mumkin, buni 30% arzoniga olasiz. Xo'p, mana jakuzzini ko'rishingiz mumkin. Oddiy vanna ekan, jakuzzi emas ekan. Xo'p, mana vanna 20% emas, 30%, $1300, 30% skidkasini hisoblab olib ketaverasiz. Jakuzzi narxi $2200, $660 arzoniga. Nima deyapti? Qo'rg'osi, pashti ko'p narsasi bor. Bunisi bo'lsa $2,500, siz buni $700 arzoniga Instagramga obuna bo'lib kelsanglar olib ketasiz. 2 kishilik qo'rg'osi. Manzil Toshkent Jomiy bozor va videodagi nomer yozib qoldiraman. Aloqaga chiqib ishinglarni hal qilsanglar bo'ladi.